Assalomu alaykum. Bu ProTrader kanalidagi birinchi video. Meni ismim Damir. Bu yerda men Forex bozoridagi foyda keltiruvchi strategiyalar bilan bo'lishaman. Xotirjam, shoshilmasdan va eng muhimi sodda ravishda. Hozir mana shu valyuta juftligida yaxshi situatsiya chizilmoqda. Tepada qarshilik darajasini chizaman. U hozirgi narxdan biroz yuqorida joylashgan. Bozor hozircha shu tomonga harakat qilmoqda. Baho shu zona yoniga yaqinlashini kutamiz. Reja oddiy. Agar narx shu darajaga yetsa va burilish belgilari ko'rinsa, men sell, ya'ni pastga savdo ochaman. Hozircha baho biz chizgan daraja tomon bormoqda. Men esa vaqtni yo'qotmasdan boshqa juftliklarni ham ko'zdan kechiraman. Bozor har doim pul ishlash imkoniyatini beradi. Qayerda potensial borligini, narx darajalarga yaqinlashayotganini va struktura tushunarli bo'lgan joylarni izlayman. Mana shu juftlikda struktura bor. Hozir aynan meni shu yerda nimasi qiziqtirganini ko'rsataman. 5 daqiqaga yuqoriga savdo ochaman. Summa $350. Endi nega aynan shu yerda kirganimni tushuntiraman. Agar diqqat bilan qaralsa, bu yerda qo'llab-quvvatlovchi darajalar ketma-ketligi mavjud. Narx bu zonalarga bir necha bor reaksiya qilgan. Har bir daraja zinadek. Baho har bir zonaga reaksiya qiladi va bu struktura borligini tasdiqlaydi. Aynan shu sabab men yuqoriga kirishga qaror qildim. Mantiq oddiy. Agar struktura saqlansa, demak xaridorlar hali ham bor. Men taxmin qilmayman, faqat grafikdagi ssenariyga amal qilaman. Treydimiz yopilishga kamroq vaqt qoldi. Narx zonamizga chuqurroq kirib ketdi. Pozitsiya foyda bilan yopilishiga vaqt yetmasligi mumkin. Lekin struktura saqlanmoqda. Vahima qilishga sabab yo'q. Martingale strategiyam asosida 1 daqiqaga 3 ta tepaga savdo ochaman. Bu yo'qotishlarni qoplash emas va improvizatsiya ham emas. Ssenariy o'sha. Men shunchaki bozor strukturasiga qarab savdo qilaman. Zona hanuzgacha kuchli va xaridorlar o'zini ko'rsatishi mumkin. Uchala savdo ham foyda bilan yopildi. Strukturaga sodiq qolgan holda ortiqcha risksiz savdoni amalga oshirdik. Harakatda davom etamiz. AUD/USD juftligida qo'llab-quvvatlash darajasidan retest kuzatilmoqda. Narx oldin ham bu zonadan tepaga reaksiya bergan. Hozir yana ehtiyotkorlik bilan shu zonaga keldi. Retest bo'lishini kutyapman va 3 daqiqaga yuqoriga savdo ochaman. $350. Daraja aniq. Bozor reaksiya qilmoqda. Men esa baho ortidan savdo qilaman. Yana bir savdo foyda bilan yopildi. Daraja ishladi, lekin diqqat bilan qaraylik. Narx hali ham shu darajadan kuchli reaksiya bermagan. Bozor go'yoki kuch to'playapti. Yuqoriga harakat ehtimoli yuqori. Shu sababli yana 5 daqiqaga savdo ochaman. Yuqoriga $2000 ga. Ha, summa katta, lekin setup o'sha. Daraja tasdiqlangan va kirish nuqtasi yaxshi. Aytgancha, barcha savdolarimni Telegram kanalimga nusxalayman. Agar siz endi boshlayotgan bo'lsangiz, meni ortimdan savdolarni takrorlab, amaliyot orqali o'rganishingiz mumkin. Bozorni o'z ko'zingiz bilan ko'ra boshlamaguningizcha. Savdo yakuniga yaqinlashayotganida shuni aytmoqchiman. Men videoni 2 qismga ajratishga qaror qildim. Ma'lumotni osonroq qabul qilishingiz uchun. Savdoning davomini 2-chi qismda ko'rasiz. Shuning uchun kanalimga obuna bo'ling, davomini o'tkazib yubormang. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Hammasini o'qiyman va albatta javob beraman. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr!